Kamerani qo'llanma qog'ozi, zaryadlovchi USB kabeli, kameraning 3200 mAhli akkumulyatori. Assalomu alaykum, yangicha dizayndagi Wi-Fi kamerali soatimiz keldi. Bu soatimizni Full HD formatda video syomka qiladi. 128 GB gacha flash karta tushadi. Bu yashirin kamerali soatimiz Wi-Fi ga ulanganda cheklanmagan masofadan onlayn videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Kamerasi umuman ko'rinmagan qilib ishlangan. National video datchiklari ham bor. Qorong'u tunda ham video syomkaga juda tinib oladi. Kamerani ishlatish uchun o'zini akkumulyatorni qo'yamiz. Bu joyda kameraning zaryadlovchi USB porti joylashgan. Bu joyda kamerani zavod holatiga qaytaruvchi reset knopkasi joylashgan. Yoqib o'chirish knopkasi. Bu flash karta qo'yadigan sloti joylashgan. Kamerani ishlatish uchun bu knopkani o'ngga suramiz. O'ngga surganimizdan keyin soatimiz yonadi. Hozir bu Wi-Fi kamerali soatimizni Lookcam Pro programmasiga ulab, onlayn qanaqa telefonda ko'rinishini sizlarga ko'rsatib tekshirib beraman. Programmasini yuklab olishimiz uchun Google Play ga kiramiz. iPhone bo'lgan bo'lsa App Store ga kiriladi. Shu programmani skachat qilib olamiz. Bu programma yuklab olganimizdan keyin Wi-Fi ga kiramiz. Bu kamerali soatimizdan yoqqanimizdan keyin o'zini Wi-Fi chiqadi. Mana bunaqa tut bo'ladi, raqam bo'ladi. Shunga kiramiz. Bu kamerali soatimizdan o'zini Wi-Fi ga ulangandan keyin mobil internet o'chiq bo'lishi kerak. E'tibor beraylik, mobil internet o'chiq turibdi. Lookcam programmasiga kiramiz qaytadan. Kirganimizdan keyin shunaqa holatda chiqadi. O'rtasiga bosamiz. Programma ulanganda soatlar avtomatik to'g'rilanib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. O'zi avtomatik to'g'rilanib qoldi. Programmadagi bu joyi kamerani sifatini to'g'rilash mumkin. 4K qiladigan bo'lsa, tinuvlik darajasi ancha yuqori bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Ancha tinuvlashdi kamera. Bu tini bosadigan bo'lsa, soatimiz o'chadi mana. Soatimiz o'chdi, lekin kamerasi ishlayapti. Agar bu joyga kiradigan bo'lsa, mana oy rasmi turibdi. Shunga kirsa, avtomatik tungi rejimga o'tadi. Mana avtoga qo'yib qo'ysa, qorong'u bo'lishi bilan o'zi avtomatik tungi rejimga o'tadi. Bu kamerali soatimiz o'zini Wi-Fi ga ulanganda 10-20 metrgacha videolarni onlayn ko'rsanglar bo'ladi. Agar cheklanmagan masofada videolarni onlayn ko'rmoqchi bo'lsanglar, nastroykaga kiriladi. Wi-Fi settingga kiramiz. Shu joyda xonangizga qo'yilgan Wi-Fi routerlarni topasizlar. Misol uchun Wi-Fi routerlar shu bo'lsa bosasizlar. Bu joyga Wi-Fi'larni parolni yozasizlar. Faqat to'g'ri yozish kerak bo'ladi. Keyin next bosib, 10 minutcha Wi-Fi routerga ulanishini kutib turasizlar. Keyin cheklanmagan masofalardan onlayn videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, Wi-Fi ga noto'g'ri ulab qo'ygan taqdiringizda o'zini Wi-Fi chiqmay qoladi. Shu Wi-Fi chiqmay qoladi. Shunda mana reset knopkasini 10-15 sekund bosib turasizlar, yoquv holatda. Shunda qaytadan o'zini Wi-Fi chiqadi, yana qaytadan to'g'rilab nastroyga qilsanglar bo'ladi.